Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston tarixi telekanalining aziz muxlislari. Tarix maydoni tok-shousining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Turkiy xalqlar tarixi qadim ming yilliklarga borib taqaladi. Muzeyimizda shon-sharafga burkangan shunday hukmdorlar o'tganki, ular haqidagi ma'lumotlar afsonalarga qorishib ketgan. Ana shunday yo'lboshchilaridan biri bu O'g'uzxon nomi bilan bog'liq xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyotimizda e'zoz topgan Mode Xoqondir. Turkiy xalqlar og'zaki ijodida O'g'iznoma dostonining borligi, mumtoz adabiyotimizda bu inson fenomeniga alohida urg'u berilgani O'g'izxon shaxsining naqadar ulug'vor ekanligidan darak beradi. Bugun tarix maydonida O'g'izxon shaxsi va faoliyati haqida suhbatlashamiz. Ayni shu xususda suhbatlash uchun bugun studiyamizga bir qator ekspertlarimizni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Amudaryo O'g'iz daryosi, Orol dengizi esa O'g'iz ko'li deyilgan. O'g'izxon bu turkiylarning ilk xoqoni. U haqidagi syujetlar xalq og'zaki ijodida juda ko'p uchraydi. Biz buyuk davlat qurmoqchimiz. Davlat esa yersiz bo'lmaydi. Turkona falsafa borda bu yerda. Qabuchoq degan ma'noda qipchoq deb nom qo'ydi. Ko'k yolli bo'ri bu O'g'izxonga yo'l ko'rsatuvchi obraz sifatida eposda ko'rsatilganda. Bizni tariximiz qaynab turibdi-da. Keling G'aybul aka, dastlab O'g'izxon kim ekanligi, uning dunyoga kelishi, taxtga o'tirish jarayonlari haqida gaplashsak, faktlar va afsonalarni tahlil qilsak. Aynan yozma manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, O'g'izxon turklarning, ya'ni turkiy ellarning ilk xoqoni, ilk hukmdori. Turkiylarning dunyo bo'ylab yoyilishiga asos solgan, Misr va Shomga, Slavyan o'lkalariga, Hindistonga yurish qilgan bir va u yerlarda turklar uchun, turkiy ellar uchun yangi makonlar ochgan bir hukmdor sifatida e'zozlanadi. Faqat u kishini O'g'izxonni, ya'ni turklarning ilk xoqonini shu darajada afsonalashtirib yuborganki, uni aynan qaysi yillarda yashab o'tganligi, aynan o'z ismi qanaqa bo'lganligi masalasida haligacha bir to'xtamga kelingani yo'q. Faqat keng tarqalgan bir qarashga ko'ra, Xitoy yilnomalaridagi mana Shiji, ya'ni tarixiy xotiralar, Xanshu, Xan sulolasi tarixi kabi bundan 2300 yillar oldin, 2200 yillar oldin yozilgan Xitoy yilnomalarida turkiylarning, xunlarning Maodun degan bir hukmdori haqida so'z boradi va O'g'izxon bilan O'g'iznomada uchraydigan o'sha turk xoqoni bilan xunlarning Yabg'o'si yoki Shanyu deb tilga olinadi. Maodun yoki siz aytdingiz boya Mode dedingiz. Ko'p syujetlari o'xshab ketadi. Taxtga kelishi, dunyo bo'ylab yoyilishi, hokimiyatini yoyishi, otasi bilan bo'lgan g'avg'olar shu solishtirganda aynan Maodun O'g'izxon bo'lib chiqyapti hozirgi kunda. Ko'pchilik olimlar shu fikrga kelishyapti. Faqat Maodun degan ism bu Xitoy yilnomalaridagi Xitoy iyerogliflariga ko'ra berilgan, Xitoy tiliga moslashtirilib, asl shakli buning Bahodir degan qarashlari bor. To'g'ri, uni Mode yoki Mete deb hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham, hatto masalan Turkiya, Ozarbayjonga borsangiz, ular o'sha Mode yoki Metexon deb ismlar qo'yapti farzandlariga. Biroq bu o'sha bundan 100 yil oldin Xitoyshunos olimlarning ilk o'qishi bo'yicha aslida bu Maodun ilk to'liq shakli va bu bizning tilda, turkiy tillarda Bahodir degan ismning, sifatning, ya'ni nimasi, xitoycha berilishi. Shunday ekan buni Bahodir Xoqon deyish ham mumkin. Bahodir bilamiz, butun turkiy tillarda mana Botir, Jasur degan ma'noda, Botir degan ma'noda o'sha qadimiy ism. O'g'izxonning umuman o'sha Bahodirning taxtga kelishi bilan bog'liq voqealar shunday qisqacha aytadigan bo'lsak, o'sha otasi Qora Xoqon deydi yoki o'sha nimada Xitoy nomalarida Tuman Xoqon deydi. Bu qo'shni qabilalar bilan bo'lgan janglar, keyin undan Xitoyga yoki yonidagi qo'shni davlatlardan mag'lubiyatlarni qabul qila olmagan Maodun, ya'ni Bahodir, O'g'iz, laqabi O'g'iz keyinchalik bir qator yigitlarni o'z yoniga to'plab isyon ko'taradi, qo'zg'olon ko'taradi va hokimiyatni egallab, keyin yon atrofdagi qabilalarga elchi yuboradi. Dastlab keyinchalik ular kelishib bo'ysunmagandan keyin ularga yurish qiladi va
dunyodagi ilk turk saltanatini, imperiyasini quradi. Mana shunday voqeliklar tillarda doston bo'lgan. Xitoyliklar ham uni eshitgan, shuning uchun o'zlarining yilnomalarida yozgan. Forscha nusxalari bor, mana Rashididdin deydi, O'g'iznoma fors tilida 13-14 asrlarda asari. Unda ham Jami Tavarixda ham keltiriladi yoki Abulg'ozi Bahodirxonning Shajarai Turkida ham O'g'izxon bilan voqeliklarni ko'ramiz. Hozir yana suhbat davomida buni suhbatlashamiz. Umuman olganda O'g'izxon yarim afsonaviy bir shaxsdek ko'rinsa ham, aslida butun o'sha turkiy xalqlarning 2000 yil oldingi tarixini, 2500 yil oldingi tarixini desak ham bo'ladi, o'zida qamrab olgan bir shaxs. Juda ham yaxshi. Mana Maudunni qanday inson ekanligi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun keling uni shaxsiyatiga ham to'xtalib o'tsak. O'g'izxon shaxsi haqida ustozning fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edim. O'g'izxon o'zi umuman shaxsi, uning nomini kelib chiqish bo'yicha umuman dunyo o'sha ilm fanida turli xil qarashlar bor. Masalan, endi biz avval o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Abdurashid Abdurahmonovni Turkiy xalqlar adabiyoti degan bir monografiyasi bor. Ana shu monografiyada o'g'iz, ya'ni o'qiz so'zini kelib chiqishi asli o'sha suv ma'nosini, daryo ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'sha Amudaryoni ham qadimgi nomi o'qiz deb atalgan va u bilan ham bog'lab ko'rsatadi. Endi yana shunday qarashlar borki, masalan, aynan biz tarixiy faktlarga murojaat qilib aytadigan bo'lsak, Abulg'ozini Shajarai Tarokima va Shajarai turk asarlarida o'g'izni o'ziga o'zi nom qo'yganligi to'g'risidagi motiv keladi-da. Aytadiki, turklar o'sha o'g'iz nimalarida, avlodlarida shunaqa odat bor ediki deydi, bola 1 yoshga to'lganda unga nom qo'yishardi, ya'ni ism qo'yishardi deydi. Ana shu o'g'iz tug'ilgandan keyin, O'g'izxon tug'ilgandan keyin Qoraxonning oilasida Oyxon onasi, demak, aytadiki, 1 yoshga to'lganda butun ahli ayonlarni chaqirdida, bunga nima ism qo'yamiz deb Qoraxon maslahat solib turganda, beshikdagi bola deydi, Abulg'ozi aytadi, mening otim O'g'izdir deb aytdi. Keyin va o'sha kengash aytdiki, bolani o'ziga ism qo'yibdir, bunda munosib ism bo'lurmi? Demak, buni ismini O'g'iz qo'ydik deb, demak, o'sha nomlanish motivi orqali tarixiy bir ismni xuddiki go'yo o'sha yon atrofdagilar qo'yganday bir taassurot uyg'otadigan bir badiiy lavhalarni 4 misra she'rda berib o'tadi-da. Demak, o'sha O'g'izxon umuman olganda turkiy xalqlarning ilk podshosi sifatida, hukmdori sifatida talqin etilgan juda ko'p tarixiy, adabiy va badiiy manbalarda va o'sha birinchi Tangrini tanigan, Allohning yagonaligini tanigan hukmdor sifatida ham juda ko'p turkiy xalqlarning adabiyotida asosiy qahramon, bahodir obraz sifatida tasvirlanib kelinadi. Masalan, O'g'iznoma eposi va u haqidagi syujetlar xalq og'zaki ijodida juda ko'p uchraydi. Lekin mana shu syujetlarga ta'sir qiladigan bir necha turkiy xalqlarni qadimiyati bilan, urf-odatlari bilan, rasm-rusumlari bilan, e'tiqodi bilan bog'liq bo'lgan qarashlar ham bor. O'sha uchun ham O'g'izxon haqidagi syujetlarga mifologiya, diniy e'tiqod borasidagi qarashlar qorishib ketgan va xalq og'zaki ijodidagi o'sha og'izdan og'izga, avloddan avlodga ko'chib yurgan boyagi anonimi yo'q, boyagi muallifi noaniq bo'lgan syujetlar ham birlashib bugun O'g'izxon haqidagi bir necha qatlam variant syujetlarini olib kelyaptiki, bu bugun tarixshunoslikda ham, adabiyotshunoslikda ham umuman o'sha bu turkumdagi, ya'ni O'g'iznoma turkumidagi asarlarni va syujetlarni qiyosiy jihatdan o'rganishni, tadqiq etishni va eng muhim o'sha tanqidiy nuqtai nazardan, matniy nuqtai nazardan o'rganib, o'sha ilmiy xulosalarni berishni talab qilyapti. Shundan biz kelib chiqib aytishimiz mumkinki, demak, O'g'izxon shaxsiga bo'lgan munosabat turkiy xalqlarda nihoyatda yuqori bo'lgan. Chunki O'g'iznoma umuman xalq eposi sifatida ko'rsatilgan. Epos o'zi nima? Endi epos bu o'sha xalqni bahodiri, qahramoni, uni himoyachisini ideal bir darajada tasvirlab berish. Demak, O'g'iznoma dostonida ana shunday xususiyat bor va O'g'izxon xalq qahramoni, xalq hukmdori sifatida ana shunday tasvir etilgan. Va shu xususiyatlar xalq og'zaki ijodidagi eposdagi xususiyatlar bu anaqa asarga ham ko'chgan. O'sha uchun bizni folklorshunos olimlarimiz aytadiki, O'g'iznoma eposi bu xalq og'zaki ijodidagi eposlarning bir ko'rinishi sifatida, ya'ni undagi o'ziga xos jihatlar ko'chganligi bilan ham asoslab ko'rsatadi. Endi biz aytmoqchimanki, masalan, O'g'izxon shaxsi umuman bugungi kun uchun nima beradi?
uni nima uchun o'rganishimiz kerak yoki u haqida bilishimiz kerak. Endi ko'pchilik masalan aytadi, endi tarixni bilish kerak. Yo'q, tarixni bilish zarurati nuqtai nazaridan emas, balki biz o'sha nima deydi, har doim turkiy xalqlar e'tiqod borasida ustun bo'lganda, va mana shu e'tiqod nuqtai nazaridan ham agar O'g'iznoma eposini agar o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha yerda aytadiki, ko'k tangri ta'limoti, ya'ni tangrining ko'ktaligi o'sha ma'lum bir davrda bizga saqlanib yetib kelgan qismi, ko'k tangri ta'limoti yaratilgan davrdagi O'g'iznomani variantlari bizga ko'proq yetib kelgan va saqlanib qolgan. Va mana shu e'tiqod bilan bog'liq, ya'ni Allohning yagonaligi, yakka xudolikni birinchi targ'ib qilgan tarixiy shaxs sifatida ham O'g'izxon talqin etiladi. Va u yerda endi eng muhim jihati boyagi xalq og'zaki ijodidagi mifologik xususiyatlar ham qorishib ketgan. Agar siz O'g'iznoma eposini o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda aytiladiki, O'g'izxon deydi, o'sha yelkalari boyagi bukchaygan, ko'kragi deydi, ayiqni ko'kragi deydi. Yelkasi deydi, mana o'sha beldan past qismi ho'kizni nimasiga o'xshaydigan tasvirlar bor-da, mana O'g'izxonni tashqi ko'rinishini, portretini eposda ana shunday qilib tasvirlab bergan. Demak, bu o'z-o'zidan ayon bo'ladiki, o'sha xalq og'zaki ijodidagi o'sha afsonaviy mifologik xususiyatlarni, qahramonlarga xos bo'lgan xususiyatlarni o'sha dostonga, eposga ko'chib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, oddiygina o'sha nimada shunaqa bir lavha bor. Qalin o'rmon edi deydi, unda deydi yovuz yashar edi deydi, o'sha yirtqich yashar edi deydi. U bir kuni deydi, o'sha yirtqichga o'sha hayvonni daraxtga bog'lab ketadi, u yeb ketibdi deydi. Ana shunday syujet bor-da. Bu syujetda endi aytayaptiki, ana shunday qalin o'rmonda yashaydigan, insonlarga ziyon yetkazadigan yirtqichlarni yenggan xalq qahramoni sifatida ham namoyon bo'ladi-da. Bular hammasi demak o'sha O'g'izxon haqidagi syujetlarni o'sha aynan o'sha ba'zi manbalarda eradan oldingi davrda yaratilgan, u o'sha miloddan avval yashagan degan talqinlar bor. Lekin shunga qaramasdan uzoq tarixni bosib kelsa-da, ko'proq bu yerda xalq og'zaki ijodini, eposga xos bo'lgan, xalq qahramonligiga xos bo'lgan o'sha dostonlarning ta'siri ko'proq sezilganligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Biz mana afsonalar haqida gaplashdik, miflar haqida gaplashdik. Bularda ma'lum ma'noda haqiqat yotadi zamirida. Keling endi O'g'izxonni shaxsiyatini yana ham bir ochiqlab beradigan afsonalarga ham bir to'xtalsak. Marhamat. Ustozlarimiz aytib o'tganlaridek, O'g'izxon buyuk davlat arbobi, turkiy qavmlarni birlashtirgan buyuk shoh sifatida adabiyotda ham namoyon bo'ladi. U adabiyotlarda Nuh alayhissalomning 10-chi, ba'zi manbalarda 9-chi avlodi sifatida ko'rsatiladi. U bilan bog'liq rivoyatlar, afsonalar Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, xususan Ozarbayjon hamda Turkiya mamlakatlarida juda keng tarqalgan. Bunga sabab albatta 13-14-asrlarda o'zini Chingizli bo'lmagan turkmanlar o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida O'g'izxonga bog'lashgan o'zlarini, ajdodlarini va o'sha hududlarda juda keng yoyilgan. Bu haqida afsonalar albatta tarixiy asarlarda ham juda ham ko'p. Masalan, Rashiduddinning Jomiut Tavorix asari mukammal, nisbatan mukammal hamda boshda yaratilgan asarlar hisoblanadi. Uni musulmon sifatida gavdalantirgan. Keyin Abulg'ozi Bahodirxonning Shajarai Turk, Shajarai Tarakumi asarlari ham mukammal asarlar sirasiga kiradi. Hattoki Sherbak aytadiki, eng puxta yozilgan asar Abulg'ozi Bahodirxonning Shajarai Turk asari deb ta'kidlab o'tadi. Hamda Mirzo Ulug'bekning To'rt ulus tarixi asari ham O'g'izxon shajarasi bilan boshlanadi. O'g'izxonning aynan O'rta Osiyo sulolalarining O'g'izxon bilan boshlanishi ham O'g'izxonning naqadar bir buyuk ahamiyat kasb etishini ham anglatadi. U bilan bog'liq haqiqatlar albatta mifik obrazlarga, mifologiyaga aralashib ketgan. Masalan, O'g'iznoma asari, ya'ni dostoni mifologiyaga, ko'k tangri ta'limotiga ko'proq qaratilgan bo'lsa e'tibor, Jomiut Tavorix, Mirzo Ulug'bekning To'rt ulus tarixi hamda Shajarai Turk, Shajarai Tarakumi hamda bir qancha asarlar uni musulmon sifatida gavdalantiradi. Uning tug'ilishi, dunyoga kelishi hamda taxtga o'tirishi ham dostonda hamda tarixiy asarlarda turlicha bayon etilgan. Ko'k tangri ta'limotda uning tug'ilishini O'g'iznoma dostonida og'izi qizil,
Ko'zlari yashil. ko'zlari, sochlari qora, yuzi ko'k rangli bo'lib tug'ilganligi haqida aytib o'tiladi. Shajarai turk, shajarai tarokkima kabi tarixiy asarlarda esa uning musulmon sifatida, agar onasi musulmon bo'lmasa, onasini emasligini ta'kidlagani namoyon bo'ladi. Jami tavorixda esa hattoki otasi bilan urush sababi ham shu otasining musulmon diniga kirmaganligi sabab qilib ko'rsatiladi. Rahmat. Endi Muzaffar aka sizga yuzlansak, O'g'izxonni aynan o'sha davlatni idora qilish borasidagi salohiyati, qanday qilib hokimiyat tepasiga kelish haqida to'xtalib o'tsangiz. Ustozlarimiz o'sha Movuddin yoki Modexon, Metexon yoki O'g'izxon degan nomlarni qanday kelishi, qanday dunyoga kelganligi haqida gapirib o'tdi. Men hozir shularga qo'shimcha qilib, O'g'iz nomini qanday ma'no anglatish haqida ham ba'zi manbalardagi ozarbayjonlik tarixchilarni yoki turkiyalik tarixchilarimizni talqinlarini aytib o'tmoqchi edim. Mana marhum aytdilarki, o'sha daryoni nomi O'g'iz, o'sha paytlarda turkiy xalqlarda Amudaryo O'g'iz daryosi, Orol dengizi esa O'g'iz ko'li deyilgan. Buni yunoncha transkripsiyasi O'g'izga aylanib ketgan, talaffuz qilish qobiliyat bo'lmaganligi uchun. Ozarbayjonlik tarixchilarimiz esa uni O'g'iz nomini kelib chiqishini bevosita o'sha otasi bilan bo'lgan mojarolar va taxtga kelish jarayonida bir guruh yigitlarni atrofiga to'plab olib, kamondan o'q uzishni mashq qilib, otilgan o'qni hushtak chalib otiladigan o'qni birinchi marta joriy qilganda O'g'izxon. O'sha o'q otganda hushtak chalib uchgan va o'sha o'q o'sha o'q uzilgan, kamondan o'q uzilgandagi ovoz chiqqani uchun O'quz nomi ham kelib chiqqan, O'g'iz nomi shundan kelib chiqqan degan versiyalarni ham berishadi. Endi bevosita taxtga kelishiga keladigan bo'lsak, o'sha diniy qarashlar bilan bog'liq yoki o'zini amakisini, qizlarini olib beradi, ularni ham musulmon bo'l deb da'vat qiladi, lekin ular xohlamaydi. Keyin buni katta xotindan tug'ilgan bo'ladi O'g'izxon. Keyin yana bitta joriyasidan, yana kichik o'g'il tug'ilgan bo'ladi. Taxtga O'g'izxonni emas, o'zi turkiy xalqlarining udumiga ko'ra katta o'g'il taxtga o'tirishga haqli bo'ladigan bo'lsa, Qoraxon tomonidan kichik o'g'il tanlangani uchun buni o'sha paytlarda xunlarning yashagan hududidan sharqiy hududlarda yashagan yuvejjilarga garov sifatida yuboradi. Va o'sha ular bilan bo'ladigan janglarda buni vafot etib ketadi va kichkina o'g'limga taxt qoladi degan fikr keladi xayoliga. Lekin buni O'g'izxon anglab olib, yuvejjilar xonasidan qochib keladi. Va otasi uni 10 minglik qo'shinga boshchilik qilib yana jang qilishga qo'yadi va shu tariqa u otasiga qarshi boyaga to'plagan yigitlari bilan birinchi otiga men o'q uzaman, keyin orqamdan sizlar uzasizlar deydi. O'q uzganda orqasidan otganlarni omon qoldiradi-da, o'q uzmaganlarni hammasini qatl qiladi. Va bir kuni ovga chiqqan jarayonida otasiga qarab o'q uzganida o'sha birga yurgan tayyorlangan yigitlar ham orqasidan otasiga qarab o'q uzadi va o'sha ov jarayonida Qoraxon Xitoy manbalaridagi Tumanxon halok bo'lib, shu tariqa O'g'izxon taxtni egallaydi. Boshidan yaralandi deydi. Taxtni egallab, mana shunday qilib hokimiyat tepasiga kirib keladi. Rahmat Muzaffar aka. O'g'izxon mayli qo'shimcha qilsam, endi O'g'izxon haqidagi mana gapirganda, mana eposda ham va O'g'izxon zikri borda. Biz xalqlarimiz o'sha nima deydi, ayniqsa hukmdorlarimiz juda ham mas'uliyatli bo'lganki, o'zi podshohlik qilgan davrgacha bo'lgan tarixni qayd etib borganda va o'z davrining eng yaxshi ziyoli tarixni yaxshi biladigan olimlariga shu o'z shajaralarini yozishni topshirgan. Va bu shajaralarni eng muhimi O'g'izxondan boshlanib kelganligi bizga O'g'izxon haqidagi syujetlarni to'laroq yetib kelish imkoniyatini berganda, shu uchun biz ana shu bizgacha yetib kelgan syujetlarni qismlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Masalan, O'g'izxonning tug'ilishi, birinchi O'g'izxonning bolalik davri, yigitligi va uning hukmdorlik faoliyatini, endi otasini qo'lidan taxtni olib, endi u g'olib chiqdi-ku, keyin o'sha boshqaruv siyosati, dunyoni o'sha turli joylariga yurish qilib, umuman nima deydi, mag'lubiyatni bilmagan. Bahodir timsolidagi nimasini ko'rishimiz mumkin. Va inson umri shunaqaki, o'tkinchiligini ham O'g'izxon haqidagi syujetlarda anglab olishimiz mumkin. Aytadiki, o'zini o'sha vaziriga, "Men endi umrim oxirlab qoldi.
va men taxtimni kimga topshirishim kerak. Mana shu masalalar haqida ham o'sha turkona falsafa borda bu yerda. O'sha davlatni boshqaruv siyosatiga xos bo'lgan jihatlar ham bor. Demak, biz bu kungacha yetib kelgan O'g'iznoma eposi va O'g'izxon haqidagi o'sha tarixiy shajaralarda bitilgan o'sha O'g'izxon zikrini hammasini qiyosiy jihatdan o'rganib, masalan, O'g'iznomani bugungi kundagi yangi bir mukammal bir nima deydi, qismini yaratishimiz mumkin-da. Endi bir variantini deymizmi, ishlab chiqishimiz mumkin. Va eng muhimi bu yerda o'sha O'g'izxonni bolaligi, u aytadiki, masalan, O'g'iznoma eposida, dostonda u tug'ildi deydi, onasini bir marta emdi deydi, keyin qaytib emmadi. U it so'radi deydi, it bu go'sht so'radi deydi, u ovqat yedi deydi va u tez o'sib voyaga yetdi. Xuddi o'sha nima deydi, bir kunlik chaqaloqni onasini emib, xuddi bir oylik chaqaloqday bo'lganligi to'g'risida bir taassurot uyg'otadigan nima deydi, qo'shimcha bir sifatlar qo'shilgani, g'ayrioddiy bir holatlarni kuzatishingiz mumkin-da. Lekin shajaralarda esa ko'proq haqiqiy jihatlariga, boyagi nima deydi, faktlarga asoslangan holdagi ma'lumotlar keladi. Va u yerda endi masalan onasini emmaganligi, chunki hali u o'sha Alloh deb aytib yurgan edi deb Abulg'ozi yozadi, lekin eposda unaqa narsa yo'q. O'g'iznoma eposida. Lekin shajara tarixidagi O'g'izxon zikrida bu ma'lumot bor. Ya'ni bizni o'sha turkiy hukmdorlarimiz hammasi O'g'izxonni musulmon, ya'ni islom dinini qabul qilgan musulmon hukmdor sifatida talqin qilganda, u tug'ilishidan onasini o'sha iymon keltirsang san, Allohni tan olsang, uni yakkayu yagonaligini, birligini bilsang, men seni emaman degan shart qo'ydi. Ona bolasini qiy olmadi deydi va o'sha uchun deydi Abulg'ozi Shajara tarokimada yozyaptiki, keyin bolani qiy olmaganidan unga aytdiki, men iymon keltirdim, Allohni birligiga iymon keltirdim degandan keyin bola onani emdi deydi. Ana endi qarang, o'sha yerda va u deydi 1 yoshga yetganda bolalarni asosan tili chiqmasdi deydi, lekin O'g'izxonni tili chiqib deydi, u yurgan yurida Alloh deb aytib yurardi deb yozadi Shajara tarokimada. Lekin deydi uni Alloh deb aytganini o'sha davr o'sha kishilari tushunmas edi, chunki ular dindan ancha uzoqlashgan va u odamlar hech qaysi arab tilini bilmas edi deb ta'riflaydi-da. Lekin bu yerda asosiy o'sha O'g'izxonni bolaligi tasvirlangan, ham eposdagi, ham tarixiy shajaradagi zikrning qanday jihati bor. E'tiqodning muqaddasligi. U har qanday holatda ham Allohni, Tangrini yagonaligiga ishora qilyapti-da. Eposni o'zi ham turkiy xalq eposini o'zi, ham tarixiy shajara xronologiyani o'zi ham. Demak, mana shunday nimalarda biz aytishimiz kerakki, turkiy xalqlarda e'tiqod borasida nihoyatda mustahkam qarashlar bo'lgan. Garchi unda mifologiya, afsona aralashgan bo'lsa-da, lekin tarixiy shajaralarda uni haqiqatga yaqinlashtirishga urinishlar nihoyatda kuchli bo'lgan. Bu bizni xalqimizni mental bir xususiyatlaridan kelib chiqqan deb ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, Marg'ilot. Bilamiz, qadimdan turkiy hukmdorlar doim harbiy yurishlarda bo'lgan, jangu jadallarda bo'lgan. Aynan O'g'izxonning olib borgan o'sha harbiy siyosati, ichki va tashqi siyosat haqida biz qaysi manbalarda ma'lumotlar olamiz? Umuman olganda O'g'izxonni o'rganayotgan paytda biz baribir chigalliklarga duch kelamiz. Bir nechta xonlar, xoqonlarning faoliyati aralashib ketgandek ko'rinadi bu yerda. Endi aslida O'g'iznomalar orasida tafovutlar, farqlar borligining sababi ular turli tillarda, turli davrlarda ko'chirilgani, yozilganligi bilan bog'liq. Masalan, O'g'iznomaning Uyg'ur yozuvida yozilgan qadimgi turk tilidagi variantida bu musulmonlarga xos syujetlar uchramaydi. Qadimgi turkiylarga tangrichilikka e'tiqod qilgan tomonlarni ko'ramiz. Masalan, uning kuchliligi, alpligi, qo'rqmasligi yoki o'sha qiyot deb atalgan bir shoxlik hayvonni yengani, ya'ni o'rmonda, qalin o'rmonda yoki boshqa yirik hayvonlarni ham yenga oladigan bahodir ekanligiga urg'u qaratiladi yoki turkiylarning qabilalari turli el urug'larga bo'lingan, ularga nom bergan inson sifatida ham birinchi bo'lib kimlargadir Uyg'ur, kimlargadir Qarluq, kimlargadir Qipchoq deb turkiylarning bo'lak-bo'lak urug'lariga nom berganligi tomoniga urg'u beriladi. Keyin birinchilardan bo'lib dunyoni egallash. Ya'ni undan oldin ham turkiylarning dunyo bo'ylab yoyilishi bo'lgandir, lekin aynan O'g'iz shaxsi atrofida mana shu voqea tasvirlab beriladi. Masalan, turkiylar uchun Misr juda ham uzoq yer edi. U qancha Ironni bosib o'tish
u yoqda arab o'lkalarini bosib Afrikani shimoliga borish kerak. O'g'izxon mana shunga erishgan inson sifatida turkiylarni dovrug'ini yoygan inson sifatida ulug'lanyapti. Bu barcha dostonlarning variantlarida bor. Ironni egalladi dedi. Iron ham o'sha paytda dunyoning eng yirik davlati. Hindiston butun boyliklar, afsonaviy yurt Hindistonga yurish qildi. U ham o'sha paytda bizni atrofimizda yirik siyosiy kuchlar bo'lgan yoki saqlab deyapti Slavyanlar Avropaga, Rumga yurishini aytyapti. Dunyoni go'yoki egallagan inson sifatida bu O'g'iznomani qarang. Fors varianti bor. Musulmoncha turkiy variantlari bor. Abulg'ozi dedik. Forscha varianti bu nimada Rashididdin, Jamiyat Tavarix Uyg'ur yozuvida yozilgan varianti bor. Shulardagi shu darajada keng yoyilishiga sabab bo'lgan narsa turkiy xalqlarning birinchidan dunyo bo'ylab keng yoyilishi, ikkinchidan turkiy xalqlar qayerda bo'lmasin O'g'iz haqidagi, o'zining qahramonligi haqida dostonlar aytib, baxshilar kuylab yurganligi bilan bog'liq. To'g'ri, O'g'izxon shaxsi bilan bog'liq bir 5 ta jihatni tomonni keltirib o'ting desa, O'g'izxon bu turkiylarning ilk xoqoni. O'g'izxon bu O'g'iz urug'larining, turkiylarning O'g'iz urug'lari. Bular kimlar? Turkiya turklari, Ozarbayjon turklari, Gagavuzlar, turkmanlar, o'zbeklarning Xorazmdagi, Buxorodagi bir nechta tumanlardagi O'g'iz laqchalarida gapirishadi. Nimasi? Undan tashqari O'g'iz bilan bog'liq rivoyatlar ancha kun chiqarda sharqda yashasa ham Uyg'ur qardoshlarimiz orasida ham saqlanib qolgan. Aynan Sharqiy Turkistondagi yaratilgan variantini aytib o'tdik. Tataristonda, Qozonda bosilgan nusxalari bor. U Volga bo'yidagi turkiy xalqlar orasida ham O'g'iz haqida aytib yurishgan. Demak, u bilan bog'liq keyin eng asosiy xususiyati turkiylarning nega ko'plab urug'larga bo'linadi va urug'larning nomi nega shunaqa atalganiga sabab deb O'g'izxon. Masalan, Qarluq deydi. O'sha Hindistonga Hindga yurish qilganda bir guruh askarlar qolib ketdi, bir qo'mondoni bilan boshchiligida. U o'sha baland ulug'vor tog'lar orasidan chiqib keldi. Hamma joy qorga belangan edi. Ya'ni bu Tibet, Hindiko'sh tomonlaridan o'tib kelyapti deb tasavvur qilsak, Pomirdan qarab turdida, sen bundan keyin Qarluq bo'lding, qorga botgan odam deganday. Yoki Qipchoq deganda o'sha saqlab Slavyan o'lkasiga yurish qilganda qalin o'rmon orasida bir askarning qo'mondonning ayoli ko'zi yoridi dedi. Sovuq bo'lganligi uchun uni bolasini daraxtni po'stlog'ini qoburg'ini orasida saqladi. Qabuchoq degan ma'noda Qipchoq deb nom qo'ydi. Dedi. Bu qay darajada to'g'ri noto'g'ri, biroq o'sha davrda voqeliklarni, keyin turkiylarning til, sheva, urf-odat jihatdan qanday bo'linishini ham ko'rsatib berish tomonidan bizga tarixiy voqeliklarni yoritib bera oladi. Rahmat. O'g'izxonni endi aynan hukmdor sifatidagi faoliyatiga to'xtalib o'tsak, Muzaffar aka, marhamat. Hukmdor sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha yonma-yon qo'shni yashagan Dunxu qabilalari bo'lgan. O'sha Dunxularning eng qudratga yetgan davrida Dunxuning xoqoni bunga elchi yuboradi O'g'izxonga. Senda dedi, zo'r otlar bor ekan dedi. Shu otlaringdan bir qism menga sovg'a qil desa, keyin bu amaldorlar bilan maslahat qiladi. Maslahat qilsa, bizni ot turkni qanoti, bu eng asosiy qo'shnimizdagi kuch. Yo'q, berma dedi. Biz qo'shnilarimiz bilan tinch totuv yashamoqchi bo'lsak, otni bersak nima qilibdi deydi-da. Otni beradi, sovg'a qiladi. Oradan bir muddat o'tgandan keyin yana Dunxu qabilasini boshlig'i, podshosi yana elchi jo'natadi-da. Seni deydi, haramingda go'zal malika bor ekan, xotining dedi. Shu xotiningni menga sovg'a qil. Desa, yana amaldorlariga maslahat so'radi-da. Bu seni ayoling bo'lsa, bu erkak kishining eng g'ururiga tegadigan narsa. Sen qanday qilib o'z ayolingni sovg'a qilib yuborasan desa, tinch totuv yashasak, ham qavm qarindosh bo'lish uchun bitta ayolni bersak beribmiz deb ayolni ham berib yuboradi. Keyin oradan bir muddat o'tgandan keyin yana elchi jo'natadi-da. Mana dedi, bizga chegaradosh hududlaringda tashnaliq yer bor ekan dedi. Shu yeringni ber, biz foydalanaylik desa, amaldorlarga maslahat qilsa, bizga kerak emas yer, sovg'a qo'yar xoqonim desa, shu yerda shunday jahli chiqadi, biz buyuk davlat qurmoqchimiz. Davlat esa yersiz bo'lmaydi. To'g'ri, biz otimizni berishimiz mumkin, ayollarimizni berishimiz mumkin, lekin hech qachon yerimizni bermaymiz dedi-da. O'sha maslahat bergan amaldorlarning hammasini qatl qilib, elchisini ham qatl qilib,
qo'shinlarini yig'ib o'sha Dunuqul qabilasi ustiga yurish qiladi va ularni o'ziga bo'ysundiradi. Mana shu yerda ham o'sha davlatchilikning asosi o'sha bevosita yer bilan bog'liqligi, keyin o'sha o'g'illariga yerlarni bo'lib berganda tamg'alar bilan bo'lib berganligi, o'sha birinchi tamg'alar, tug' bayroqlarni joriy qilganligi ham qayd etib o'tilgan. Mana shu tomonlarga ham e'tiborga molik. Rahmat. Endi Yana qanday O'g'iznoma- ma'lumotlar bor? Hukmdorlik faoliyati bo'yicha o'sha O'g'iznoma eposida va tarixiy shajara asarlarida juda ko'p ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Masalan, eposda aytiladiki, o'sha ko'k tangri deydi, ko'kdan nur tushdi deydi, u bilan birga o'sha bo'ri deydi, ko'k tukli, ko'k yolli bo'ri bu O'g'izxonga yo'l ko'rsatuvchi obraz sifatida eposda ko'rsatilganda. Endi agar biz tarixiy shajaralarga e'tibor beradigan bo'lsak, O'g'izxonning yonida har doim Ulug' Turk degan vaziri bo'lgan. Ya'ni u aytadiki, u juda uzoq yashadi deydi, Ulug' Turk deydi. Mana shu Ulug' Turk O'g'izxonning 3 avlodiga deydi vazirlik qildi deydi. Ya'ni o'sha davlat boshqaruvida kengash masalasi bu yerda muhim ahamiyatga egada. Chunki O'g'izxon davlatni boshqarayotgan paytda albatta yonidagi vaziri va yordamchilari bilan maslahatlashib, kengashib o'sha boshqaruvni amalga oshirganligini ham ko'rishimiz mumkin. Va nihoyatda keyin masalan hukmdor sifatida eng birinchi navbatda qul ostidagi odamlarga mehribon bo'lish, saxiy bo'lish, saxovatli bo'lish. Masalan aytadiki, Tatar eliga deydi, yurish qildi deydi. Tatar elidan juda ko'p o'lja tushdi deydi. Boya ustoz aytganday, o'sha o'ljani qanday qilib olib ketishni bilmaganda bir deydi Jobir yigiti deydi, boyagi kuchga to'lgan bir bahodir yigiti yog'ochdan deydi arava yasadi deydi. O'sha aravaga deydi butun mol o'sha o'ljalarni ortdi deydi. Endi u yog'ochdan bo'lgani uchun aylanib yurayotganda aravada qaniq degan, qaniq degan ovoz chiqqan. Mana shu qaniqli eli shundan kelib chiqdi deb aytiladi-da. Bu yerda ham o'sha xalqlarni, urug' qabilalarning kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan etimologik ma'lumotlar bo'lishi bilan birga va ana shu so'zning lug'aviy ma'nosi, tilshunoslik nuqtai nazaridan e'tibor qiladigan bo'lsa, o'zi qaniqa arava degan ma'noni anglatganligi to'g'risida ham tilshunoslikda juda ko'p tadqiqotlar amalga oshirilgan. Demak, agar biz uni har tomonda ham adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan, ham tarix nuqtai nazaridan, ham tilshunoslik nuqtai nazaridan tekshirayotganimizda, demak, asos kelib chiqyapti u yerda. Shunchaki u narsalar aytilmagan, baribir o'sha xalqning tarixi bilan bog'liq bo'lgan voqealarga qaratilgan. Ikkinchi bitta jihat shundaki, o'sha masalan nimani hukmdorlik faoliyatida O'g'izxonni har bitta masalani kengash bilan, mashvarat bilan amalga oshirganini ko'rishimiz mumkin-da. Agar deydi, eposda aytadiki, ko'k bo'ri to'xtasa, O'g'izxon to'xtadi deydi. Demak, yurishni to'xtatish kerak deb yonidagilar aytayaptimi? Demak, u to'xtayapti, yurishni davom ettirmayapti. Demak, bu yerda to'xtash kerak ekan. Demak, hamma bilan kengashib xulosa qaror qabul qilyapti. Yoki bo'lmasam o'sha zikrlarda, O'g'izxon haqidagi zikrlarda aytadiki, vaziri mana shunday maslahat berdi va ana shunday kengash qildi. Yonidagi ayonlari mana shunday degandan keyin O'g'izxon ularning fikriga qo'shildi degan masalan ma'lumotlar bor. Bularni hammasi o'sha davlatda birdamlikni bir yoqadan kengash bilan, bir yoqadan bosh chiqarish o'sha siyosatini, islohotini amalga oshirganligini ham ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Yana qanday ma'lumotlarni ayta olasiz? Shu O'g'izxon obrazi orqali biz buyuk va adolatli davlat siyosatini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, u taxtga o'tirgandan so'ng jang qilishdan avval 4 tarafga lashkarlarni yubordi deb aytiladi. Bo'yin ekkan sovg'a salom bilan kelish kerak, bo'yin egmaganga jang qilaman deb aytadi. Ya'ni adolatli bir shoh sifatida gavdalanadi. Hamda shuningdek ustozimiz aytib o'tganlaridek, kengash, keyin vazirlik, masalan, ko'k tangriga ta'limotda ko'k bo'ri har doim vazir vazifasini bajargandek tuyuladi. Jomiyat tavorixda esa Yashi xo'ja degan vazir sifatida keltiriladi. U Shajarai Turk, Shajarai Tarokumada esa Ulug' Turk ismi bilan keltiriladi. Bu vazirlik lavozimini o'sha davrlarga borib taqalganligini ko'rishimiz mumkin. Mana biz yuqorida aytib o'tdik, O'g'izxon butun turkiy xalqlarning o'sha qahramoni dedik. Bugun boshqa turkiy xalqlarda O'g'izxon timsoli bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar qanday kechyapti? Endi O'g'iznoma bo'yicha ham turkolog olimlar til tomonidan, til jihatidan, adabiy tomoniga qarab ishlar olib boryapti, izlanishlar. Tarixchilar undan o'sha tarixiy voqeliklarni ajratib olishga harakat qilishadi. Endi bu yerda juda ham
voqealar mifologik bo'lib aralashib ketganligi uchun biroz qiyinchilik tug'iladi. Ba'zilar shuning uchun O'g'iznomani tarixiy manba sifatida ko'p ko'rmaydi. Biroq men o'zim bundan bir 15 yilcha oldin o'sha O'g'iznomani bir o'qib ko'rganimda, Xitoy yilnomalarini o'qiganim uchun yoki boshqa manbalarni qaraganim uchun ham juda ham ko'p syujetlarni ko'rdim. Aynan bizni tariximiz qaynab turibdi-da. Misol keltiradigan bo'lsak, o'sha Shajarai Turkda Abulg'ozi Bahodir xon keltirgan voqealarni qarasangiz, Xitoy yilnomalariga juda ham o'xshayapti. Xuddiki yoki Rashididdin yoki nima Abulg'ozi Bahodir xon Xitoy manbalarini, yilnomalarini o'qigan, hierogliflarni va uni boshqacharoq biroz talqin qilib bergandek ko'rinadi-da. Shunga qarasangiz, to'g'ri, mana bu bitik toshlarda, O'rxun Yasoy bitik toshlarida biz O'g'izxon obrazini ko'rmaymiz. Bo'riga ishorani ko'ramiz yoki Bumin Xoqonni ko'ramiz. Aslida Bumin Xoqonni ham ismi Tuman Xoqoni edi. Xitoy yilnomalarida shunday uchraydi-da. O'sha Tuman bilan qadimgi xunlarning Xoqoni Tuman, ya'ni Bahodirning Moduxonning otasining ismi ham o'xshayapti. Yana bitta Tuman xon kelyapti, u Rashididdinda Tumbina Xoqon, nimada Tumna Xoqon bo'lib kelyapti. Tumanaxon. Tumanaxon bo'lib kelyapti. Hatto ba'zi variantlarda Tumnaxonda, nimada? Shajarai Turkda, Abulg'ozi Bahodir xonda. Shu uchalasini ham solishtirib ko'rsangiz, aynan bir-biriga faoliyati o'xshayapti. Ayniqsa ularning bo'rining tilini bilgan turk xoqonlari ichida bittaginasi o'sha Tumnaxon, Tumanaxon. Turk xoqonligini ham bilamiz, Ashina urug'i ham o'sha bo'rilar tatemi bo'ri bo'lgan, ularga yo'lboshchilik qilgan, ularni qutqargan bo'ri deyiladi. O'g'iznomada ham O'g'izxonni yurishlariga, g'alabalariga bosh sababchi bo'lgan bo'ri deyiladi. Shulardan kelib chiqsak, Xitoy, Fors, turkiy tillardagi ma'lumotlar bir-birini to'ldirayotganini ko'ryapmiz. Abulg'ozi aytayapti, Tumanaxonning o'g'li Haydo degan o'g'li bo'ldi. Haydo o'shaning o'g'illari bo'ldi. Bir nechta, 9 ta. Shularning 2 ta o'g'li egizak tug'ildi dedi. Ularning bittasiga Qobul deb ism qo'ydi, ikkinchisiga Qocho'li deb ism qo'ydi. Qobuldan xonlar chiqdi dedi, Qocho'lidan qo'shin boshliqlari chiqdi dedi. Bu keyin yana hattoki Abulg'ozi aytadi, Amir Temurning 8-otasi, Chingizxonning 4-otasi o'sha Qocho'li bilan Qobuldan tarqalgan edi. Temur Qocho'lining 8-nimasi, ya'ni evarasi Chingizxon Qobulning evarasi edi deydi-da. Mana shunday ma'lumotning borligi juda ham qiziqda, qandaydir o'rganishni talab qiladi. Balkim yanglishdir, balkim to'g'ridir, biroq o'sha davrda mana shu aynan Tumanxon ham borib turk xoqonligining asoschisi bo'lgan Bumin bilan bir bo'lib chiqishini qarasangiz, turkiylarda bir an'ana davlatchilik, turk mo'g'ul xalqlarida o'sha oltin urug' deydi. Har doim xoqonlar o'sha oltin urug'dan bo'ladi. Amirlar, qo'mondonlar o'sha ularga yordam bergan, ular bilan qarindosh bo'lgan, og'a ini bo'lgan odamlarga borib taqiladi degan an'anaga bir qandaydir shaklda o'sha O'g'iznomada o'z ifodasini topganini ko'ryapmiz-da. Ya'ni buni olimlarimiz shunchaki bir asar, doston, bir adabiyotchilar o'rganadigan manba deb qaramaslik kerak. Sinchiklab o'rgansak, bizning tariximizning umuman shu paytgacha qorong'u bo'lgan tomonlarini yoritadi deb o'ylayman. Rahmat. Endi O'g'iznoma bo'yicha juda ko'p tadqiqotlar amalga oshirilgan. Dunyo umuman tarixshunosligida, adabiyotshunosligida, masalan, Shcherbak O'g'iznoma va Muhabbatnoma degan asar yozganda, chunki O'g'iznoma turkumidagi juda ko'plab syujetlarni o'rganib chiqqan va aytadiki, mana shu bizga o'sha Uyg'ur yozuvidagi manbasi yetib kelganda ham buning bir ma'lum bir qismi yetib kelganiga, lekin ana shu ma'lumotlarni, syujetlarni ichida eng yaxshisi bu Abulg'ozining Shajarai Tarokima va Shajarai Turk asarlarida O'g'izxon haqidagi ma'lumotlar haqiqatga yaqin deb baho berishi bu bekorga emas, chunki Kurug'li ham o'zini tadqiqotlarida aytadiki, demak Abulg'ozini o'sha O'g'izxon zikrida keltirgan ma'lumotlari nihoyatda ishonchli, chunki uni qo'lida o'z Abulg'ozi asar muqaddimasida aytadi. Men deydi kitobni yozayotganimda deydi, o'sha turkmanni mullolari kelib o'tinch qildilarki, men bizga andoq tarix bo'lsa yerdi, O'g'iznoma ko'p turur, lekin birisi birisiga
muvofiq emas. Andaq tarix bo'lsa erdiki, shu tarixni siz yozsangiz deb o'tinch qildilar. O'tinch bu endi iltimos qildilar degan. Men onlarning o'tinchlarini qabul qildim va o'z tariximni o'zim yozdim. Ya'ni o'ksik o'z kindigini o'zi kesar deganlaridek, men o'z tariximni o'zim yozdim deb aytadi va asarni 9 bobga bo'ldim deb aytadi. Nimaga? Chunki u nimani Abulg'ozini o'zi ham hukmdor sifatida O'g'iz xoqonlariga nihoyatda e'tiqod bilan qaragan, ularni o'sha boshqaruv siyosatiga nihoyatda amal qilgan hukmdorlardan biri bo'ladi-da. O'sha uchun aytadiki, nima uchun asarni 9 bob qildim? Chunki 9 xonini nomidan olib men 9 bob qildim. Mana bizda xalq og'zaki ijodida shunaqa bor, 9 tovoq masalan marosimi, 9 bilan bog'liq bo'lgan sirli bir nimalar bor. Bularni hammasi nimadan kelib chiqqanini Abulg'ozi Shajariy tarokimada juda yaxshi tushuntirib beradi. Bu 9 O'g'iz xoqonining nomidan kelib chiqqanligiga ishora qiladi. Va shu yerda aytadiki, meni oldimda deydi 18 mujallad hozir turur. Ya'ni men tarix yozayotganimda 18 ta o'zimgacha yaratilgan tarix shajara kitoblar meni oldimda turibdi deb aytadi. Ana shularning ichida deydi Shcherbek aytadi, O'g'iznomaning eng qadimiy varianti bo'lganini aniq deydi. Chunki hech bir tarixiy shajara asarida Abulg'ozining Shajariy tarokimi asarida keltirgan O'g'izxon haqidagi ma'lumotlar bunchalik batafsil berilmagan deb aytadi. Endi biz umuman olganda mana men Turkiyaga borganda bir necha tadqiqotlar bilan tanishganimda O'g'iznoma turkumidagi asarlarni ular belgilab chiqqanda, Rizasoy degan olim bor, yana bir necha turk olimlari bor. Mana shu O'g'izxon bilan bog'liq bo'lgan syujetlar yoki O'g'iznoma turkumidagi asarlarni hisoblaganda 20 tadan oshiq asarni ro'yxatini beryapti-da. Demak, bu faqatgina masalan o'zbek olimlari tomonidan emas, balki turkiy olimlar, turkiyshunos olimlar tomonidan ham tadqiq etilayotganligini ko'rsatadi. Endi O'zbekistonda biz bilamizki, 1989-yilda Sharq yulduzi jurnalining sonlarida filologiya fanlari doktori professor Nasimxon Rahmonovni o'sha Uyg'ur tilidagi variantidan tabdilidan o'sha o'zbekchaga tabdili nashr etilib boshlangandi va o'sha nashr orqali biz o'qib yurgandik bu asarni. Lekin yaqin yillarda Baxtiyor Isabekni o'sha O'g'iznomani alohida doston nima variantini ham bu yoqda o'sha asl nimasi yetib kelgan varianti va bu yoqda o'zbek tilidagi tabdili bilan nashr qildi. Demak, O'g'iznoma dostoni bugun keng kitobxonlar jamoasiga yetib bordi, masalan, o'sha jamoatchilikka yetib bordi demoqchiman va buni endi o'rganish uchun juda oldimizda muhim vazifalar turibdi. Endi masalan tarixchilarning oldida umuman O'g'izxon hukmdor tarixiy shaxs sifatida qanday edi-yu, kim edi-yu, masalan O'g'izxonning o'sha tarixiy hukmdorning badiiy adabiyotga kirgan xalq og'zaki ijodidagi eposga xos xususiyatlari va yozma adabiyotdagi badiiy obrazini talqin qilish bugun adabiyotshunoslarimiz oldida turgan muhim bir vazifalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, albatta qiyosiy tahlillarni talab qiladi. Muzaffarxon aka, bu borada qanday ma'lumotlar ayta olasiz? O'g'iznoma dostoni ma'lum bir davrda yaratilmagan. Bu o'sha butun turk dunyosini o'sha qadimiyatdan to bugungi kunimizgacha bo'lgan tarixini o'zida mujassamlashtirgan dostonda bu. O'sha bevosita o'sha Eronga deymizmi, yo Hindistonga, yo Misrgacha borgan butun o'sha O'g'iz qavmidan kelib chiqqan hukmdorlarni jamlab yuborgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun Misrgacha borganlar Usmonli sultonligi, Rumgacha borganlar Saljuqiylar, Hindistonga borganlar misol uchun G'aznaviylar. Butun bir turkiy sulolalarni o'sha bevosita qilgan yurishlari yoki saqlab deydigan Slavyan xalqlariga borgan davr bu o'sha Qipchoqlarga to'g'ri keladi. Yoki o'sha Oltin O'rda deymizmi? Shunaqa chalkashliklar ko'p. O'shaning uchun buni ma'lum bir davrda emas, butun bir tarixiy jarayonda yuzaga kelgan asar yoki doston deb aytishimiz mumkin. Balkim O'g'izxon, Alpertonga, Afrosiyob uchalasi ham bitta shaxs bo'lgandir. 24 nabirani davlat boshqaruvidagi o'ziga xos ramzi bo'lgan. Mahmud Qoshqariyga tushunchiklab qarasam O'g'izxon yo'q. O'g'izxon ularga nasihat qildi bolalariga. Agar bir bo'lsangiz, sizni hech kim yenga olmaydi. Hammasi ko'proq o'z tomoniga tortgisi kelyapti-da. Bu savollarga bugun javob berish vaqti keldi nazarimda. Shu tomondan yurak achiydi-da, baribir. Endi bunday asarlarni o'qimaslik mumkin emas-da. Albatta, rahmat. Bugun filologiya yo'nalishida aynan O'g'izxon borasida qanday tadqiqot ishlari olib borilyapti? Bugungacha O'g'iznoma,
dostoni, rivoyatlari, O'g'uzxon obrazi prototipi bo'yicha ko'plab olimlarimiz tadqiqot olib borganlar. Masalan, ustozimiz Marg'uba Abdullayeva, Nasimxon Rahmonov, Anvar Shukurov, Qurbonniyazov, Abdurahmonov kabi olimlar O'g'uzxon obrazining badiiyati, janr xususiyatlari, poetik xususiyati kabi jihatlarga to'xtalib o'tishgan. Endigi bugungi kundagi vazifalarimizdan biri uning badiiy adabiyotning tarix bilan nechog'lik mos kelishi, unga aniqlik kiritish, O'g'uzxon turkumidagi asarlarni qiyoslab bir afzalini yaratishdek bir vazifa o'rtamizda turibdi, oldimizda. Keyin yana bir muhim vazifalarimizdan biri shundaki, Fanlar akademiyasida arxivda eski o'zbek yozuvida, uyg'ur yozuvida, fors tilida, rus tilida kabi variantlari juda ham ko'p. Uni o'zbekcha tabdilini yaratib, tadqiqotchilar oldiga havola qilish ham bir vazifamiz. O'zim tarix bo'yicha turkologiya yoki nima ilmiy xalqaro konferensiya yig'ilishlarga qatnashib yuraman-da, bir 20 yildan beri. Turkiyaga borsam, turk olimlari O'zbekistonda yangi qo'lyozmasi topilibdi deb hayajon bilan shuni o'rganishimiz kerak deb nima qiladi, intiladi. Yoki Rossiyaga borsam tataristonlik olimlar iltimos qilishadi. Yaqindagina bir hafta oldin hatto o'sha Baxtiyor Isabeklining o'zbekcha tabdilini, ya'ni qadimgi uyg'urchadan tabdilini bor degandan keyin tashlab berdim, rosa yalinib nima qildi. Butun barcha O'zbekistonda qilingan ishlarni tashlab berdim. Qizig'i shundaki, shu darajada O'g'uznomani o'rganib, bir o'nlab nusxalarini to'plab, yana ham yangilar topilyapti-da, Qozondan, boshqa joydan yoki Bakudan. Shunda ba'zi betlari qanaqadir yomg'ir nima tegib, o'chib ketganroq bo'lsa, siyohlari qorishib ketgan, shuni yangi texnologiyalar bilan nimaga qo'yib, kattalashtirgan holda bir satr bo'lsa ham o'shani e'zozlab o'rganayotganini ko'rib hayron bo'ldim-da. Shu darajada e'tibor berishadi. Qizig'i shundaki, O'g'uznoma qanchalik buyuk asar bo'lsa ham Sovet davrida tan olib aytish kerak, O'g'uznomani yaxshi o'rgatilmadi. Hatto maktab darsliklar o'zbek tili adabiyoti bilan bog'liq, to'g'ri bitik toshlarni ozgina tilga olib ketdi, Urxun Enasoyev bitik toshlarni yoki keyingi davr adabiyoti haqida ma'lumotlar berildi, lekin O'g'uznomani biroz qandaydir yod ko'rdi yoki o'sha asarni o'rganmaslikka bir qandaydir bir intilish bo'lganini ko'rdikda. Mana 1950-yillarda o'sha Kavkazlik Ko'ro'g'li degan bir yaxshi turkolog olim O'g'uznomani chiqargan. Shu bo'yicha uni ham tan olmay tanqid qilishlar bo'lgan. Qizig'i Kavkazda, Kavkaz xalqlarining folklorida shu paytgacha shunaqa rivoyatlar, afsonalar saqlangan ekanki, bularni turklarning, endi Kavkazda yuzlab xalqlar aralash qo'shni yashagan, ko'prog'i turkiy xalqlar hukmronlik qilgan ko'pchilik. Shunda ular orasida rivoyatlar yurar ekan, tog'ning baland cho'qqilarida, shu qalin o'rmonlar orasida O'g'uz degan bir turk xalqi yashaydi. Ular gavdali, shunaqa bir terilar yopinib yuradigan insonlarki, ular kelib butun bir qishloqni bir o'zi bo'ysundira olar ekan deb ularni shu darajada ulug' ulkan odamlar sifatida aytishganda, xuddi Kavkazliklar ham bu O'g'uznomani o'qigandek go'yoki, yoki turkiylarning shu darajada ularni boshqaruviga ko'nib yashaganki, ularning kuchi ko'p, ular ham son jihatdan ko'p, ham jismonan kuchli xalqlar deb o'ylashgan, shu folklorgacha singib ketgan ekan. Endi O'g'uznoma biz o'zbek xalqi orasida hozir dostonlarimiz orasida unchalik ko'p ko'rmaymiz, to'g'ri, alpomish, to'g'ri. Vaqtlar o'tgandan keyin yangi qahramonlar chiqadi. Turkiylarda yozma adabiyotdan ko'ra bilamiz, og'zaki adabiyot kengroq yoyilgan bo'lgan, chunki ular yashaydigan hudud uzoq sharqdan to Qora dengiz bo'ylarigacha, Sharqiy Yevropagacha cho'zilgandan keyin turli orada turli guruhlarga bo'linishi, siyosiy uyushmalar, davlatlari ham bir nechta davlatlar bo'lib ketishi ayni vaqtning o'zida, bir tomonda Qipchoqlar davlati, bir tomonda O'g'uzlar, Saljuqlar, G'aznaviylar davlati, bu yoqda Qoraxoniylar davlati, o'ziga xos bir yangi qahramonlar ham paydo bo'lishi tabiiy hol. Masalan, turkiy xalqlarining eng ishonchli manbasi bo'lgan Divon lug'ati turkni bilamiz. Mahmud Qoshqariy, 11-asr. Mahmud Qoshqariyga sinchiklab qarasam O'g'uzxon yo'q. Uning o'rniga Alp Ertonga va Alp Ertongani Afrosiyob bilan tenglashtirishadi. Forslar Alp Ertongani Afrosiyob deb ataydi. Afrosiyob bu turklarning ilk xoqoni.
butun dunyoning katta qismini egallagan deb aytiladi. O'g'iz u yerda yo'q. Shunda kelib chiqib qoraxoniylarning e'zozlaydigan o'zlarining bosh ajdodi deb ilk xoqonimiz degani Alpertonga bo'ldi. Bu qarluqlar muhitiga mos bir qahramon yaratildimi? O'g'izxon bu ko'proq Saljuqiylar davridagi o'rtaga chiqib O'g'iz urug'larining, turkiylarning o'g'izlari uchungina qahramon bo'ldimi degan bir fikrlar ham kelib chiqadi. Bu tarixchilarning bularni balkim O'g'izxon, Alpertonga, Afrosiyab uchalasi ham bitta shaxs bo'lgandir. Shunday bo'lishi mumkin. Shaxsi ko'proq keng yoyilganda bu qolganlariga. O'sha Turkiyadagi bir tadqiqotda ko'rdim, o'sha O'g'iznoma turkumidagi asarlarni ro'yxatini tuzgan, shu yerda Mahmud Qoshqariyning Devon lug'at turk asarini ham kiritgan. Ya'ni Devon lug'at turkdagi o'sha Alp Ertunga haqidagi ma'lumotlarni hammasini O'g'izxonga mengzaganda bu yerda. Demak, ular Alp Ertunga bilan Afrosiyob bilan demak nimani O'g'izxonni bitta tarixiy shaxs sifatida talqin qilgan tadqiqotlar ham bor bugungi kunda. Demak, mana shunday jihatlarni ochiqlash bugun ilmni oldida, fanni oldida turgan muhim bir vazifa deb aytsak bo'ladi. Qiziq savol tug'iladi-da, mana O'g'izxon markazlashgan davlat tuzdi. O'sha birinchi turkiylarni birinchi xon sifatida qayd etildi-da. Ma'lumotlarda agar uchrasa, uning vafotidan keyin uning davlati qanday siyosat olib bordi? Kim uni o'rniga keldi? Bu o'sha O'g'iznoma eposida ham va o'sha biz shajara tarixiy asarlarda ham ma'lumotlar yetib kelgan. U o'sha vaziriga aytadiki, men umrim nihoyalab ketyapti. Kimni taxt anaqa ga qo'yamiz degan paytda uni endi 6 ta o'zi o'g'li bo'ladi dostonda. Mana birinchi deydi o'sha ko'k nurda bir qizni ko'rdi, uni sevdi, uni yoqtirdi deydi, tilagini aytdi deydi. Undan 3 farzand ko'rdi, 3 o'g'il deydi. Kun, oy, yulduz deb qo'yadi. Ya'ni osmon jismlari bilan qo'yadi, chunki bu yerda ko'k tangri ta'limoti bor eposda. Keyin ikkinchi anaqa ayoldan ko'rgan farzandlarini esa yer, tog', dengiz deb qo'ydi. Ya'ni pastdagilar, ya'ni yuqoridagilar bular hukmdor bo'ladi, va quyidagilar esa ularga navkar bo'ladi, ya'ni xizmat qiladi degan mazmundagi nima bor. Va bu yerda bitta narsaki, O'g'iznoma eposida o'q va yoy muhim ahamiyatga ega. Davlat ramzi sifatida qaralgan O'g'iznoma eposida va xuddi shu xususiyat bizning turkiy xalqlarida hukmdorlik siyosatida ham muhim ahamiyatga ega. Chunki o'q va yoy borligi bu davlat ramzi hisoblangan. Bu davlatning abadiyligi, davomiyligini ko'rsatuvchi bir ramzga aylanib qolganda turkiy xalqlarda. Ana shu xususiyat o'sha O'g'iznoma bilan bog'liq bo'lgan syujetlarda yorqin aks etgan. Masalan, Shajara Tarokimada Abulg'ozi shunaqa tasvirlaydiki, O'g'izxon deydi, o'zi deydi umri poyoniga yetayotganligini ko'rib deydi, vaziri bilan kengashdi, maslahat qildi, Ulug' Turkka maslahat qiluvdi, Ulug' Turk unga maslahat aytdi. Ya'ni aytdiki, biz o'q bilan yoyni ikki tomonga, bittasini kun chiqish, bittasini kun botish tarafga anaqa ko'mib kelamiz va o'g'illarini endi ovga chiqaradi. Aytdi, 3 o'g'lini o'sha kun chiqish tomonga, 3 o'g'lini kun botish tarafga yuboradi va aytadiki, agar deydi ular deydi o'q va yoyni topib kelsa deydi, demak davlatimiz barqaror ekan, bu davlat davom etadi degan. Qarang, va keyin ular deydi o'g'illarini chaqirdi, O'g'izxon deydi o'g'illariga aytdi, men endi qarib qoldim, siz endi ov ishlarini sizga beraman, sizlarga men aytamanki, siz uchalangiz kun chiqish tomonga ov qilib keling, sizni o'ljalaringizni men ko'ray, siz kun botish tomonga. Ular bordilar deydi va ov qilish jarayonida qumga ko'milgan deydi o'qni ham deydi, yoyni ham deydi topib kelishdi deydi. O'shanda yoyni topganlar endi hukmdorlar, ya'ni uni vorislari, davom ettiruvchi hukmdor bo'ladi. Endi o'qni topganlarni esa ularga navkar bo'lishini aytadi. Va shu yerda bir ibratli hikoyat keltiradiki, O'g'izxon deydi bolalariga deydi, endi ishonch hosil qilish uchun o'sha davlatni topshirishdan oldin bolalariga bir o'qni berdi, sindiring dedi. Ular sindirdi. 2 o'qni berdi, sindirdi qo'shib. 3 o'qni berdi, ko'p o'qni berdiki, ular sindira olmadi. O'g'izxon ularga nasihat qildi bolalariga. Agar bir bo'lsangiz, sizni hech kim yenga olmaydi. Endi bunday asarlarni o'qimaslik mumkin emasda. Bu yerda eng birinchi navbatda o'sha xalqdagi nima deydi, hozir bugun kamayib ketayotgan o'zlikni anglash, masalan turkiy xalqlarni birlashuvi, mana hozir biz ancha birlashib, nima deydi, katta bir nimaga aylanyapmiz, lekin zamirida, tarixni zamirida bir haqiqatlar yotganligini bugungi kun o'quvchisi yoshlarimiz bilish kerakda. Bu jihatlar Marg'uba aynan dostonda keltirilgan-a? Dostonda ham Shajara, mana Abulg'ozining Shajara Tarokimi
asarida hozir men aytgan ma'lumotlar keltirilgan. Ya'ni endi tarixni shunday xronologik tartibda emas, Abulg'ozi badiiy tarzda bir didaktik ahamiyatga ega bo'lgan, bir tarbiyaviy ahamiyati bo'lgan bir hikoyat tarzida beryapti-da endi. O'zi aslida xalq og'zaki ijodida ana bu uch botir haqidagi ertaklar bor. O'sha ertaklarning ham ta'siri bor. Endi biz adabiyotshunos ko'zi bilan qaraymiz-da o'sha ma'lumotlarga ham. Lekin shunga qaramasdan o'sha bir tarixiy shaxsning o'sha davlatchiligini, davomiyligini belgilash uchun qanaqa oqilona yo'l tutayotgani, farzand bilan qanday muomala qilish bu yerda, ota va o'g'il munosabatlari masalan, vorisiylik masalalari juda chiroyli yoritib berilgan. Rahmat. Muzaffar aka, sizga yuzlanamiz. Endi aynan O'g'izxondan keyin o'sha davlat qanday ahvolda bo'ldi? Bu borada qanday tarixiy o'sha faktlar bor? O'zi O'g'izxonning vafoti qanday kechgan? U kasallikdan vafot etganmi yoki jangu jadallar natijasidami? Qanday u vafoti bo'lgan? Endi mana hozir dostonga yuzlandilar Marib opam. O'sha qarib qolgandan keyin bolalarga nasihat qildi deb. Endi agar bu O'g'izxon shaxsini Modexon yoki Maudin deydigan bo'lsak, eramizdan oldingi 209-yil, 174-yillarda hukmronlik qilgan. Undan keyin o'sha taxtga to'ng'ich o'g'li Kunxon o'tirgan. U ham otasining siyosatini jadallik bilan davom ettirgan. Umuman o'sha syujetga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ng o'q, so'l o'q deyildi. Kun chiqargan, bo'zoq, sovuq deyiladi. Uchuq va buzuq deydi. Bo'zoq, sovuq. O'sha bo'zoqlar hukmron bo'lish kerak edi, sovuqlar ularga Xizmat qilish kerak edi. Vazir yoki qo'shin qo'mondonlar bo'lish kerak. Navkar bo'lish kerak edi. Xuddi shu syujetni biz Chingizxonda ham ko'ryapmiz mana. Qochuvli bilan Qobilxonda ham. O'sha to'ng'ich o'g'ilda o'sha dostonlarni Turkiy xalqlarida singib ketganda, buni dostonlarsiz Turkiy dunyoni tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun buni yuqorida ko'p bor ta'kidlayapmiz, sinchkovlik bilan o'rganishimiz kerak deb. Bundan keyin o'sha Kunxondan keyin o'sha 3 ta o'g'ildan har bitta o'g'illardan 4 tadan 24 ta nevaralar dunyoga kelganda. Bularni har birining o'zining nomi bor. O'sha Qiniq, Kayi, Bekdili, bu Bayundur, Qiniq juda ko'p. O'sha keyingi turkiy isrollarga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi o'sha O'g'izxonni nevaralaridan. 24 nevarasi. Saljuqiylarda mana Qiniq avlodidan. Usmoniylar Kayidan. Qayidan yoki Kayi yoki Qayi deyiladi. Yoki mana G'aznaviylarni ham ba'zi tadqiqotchilar shu yo O'g'izda ular yoki Qarlug'ida degan tafovutlar, ikkilama qarashlar bor. Xorazm shohlar Bekdili urug'idan. O'zbeklarning turkmanlari orasida uchraydi bu. Qaysi biri haqiqatga yaqinroq? Ularni 100% hammasini haqiqat deb ayta olmaymiz. Qandaydir o'sha 24 ta nevarasining nomi bilan ataladigan urug'lar bor. U aniq haqiqat va ular hukmronlik ham qilgan. Hattoki O'g'iznomaning keyingi yaratilgan, unga qo'shimchalar qilingan variantlarida, ayniqsa o'sha g'arbda, Turkiya tomonlarida, u tomonlarda bir zamonlar keladi, Qiniqning hokimiyati tugab, so'nib, Qayuga o'tadi deydi. Ya'ni Usmoniylar kelgandan keyin o'zlarining hokimiyatini qonuniyligini ta'minlash uchun O'g'iz bobomiz aytib ketgan, Qiniqning hokimiyati, ya'ni Saljuqiylarning hokimiyati bir umr davom etmaydi. O'rni keladi, bu davlatni boshqarish, umuman turkiylarni, o'g'izlarni boshqarish Qaylarning yelkasiga tushadigan yumush deb yangi qo'shimchalar qilgan. Shu bilan turkiy davlatchilikning juda ham ildizi chuqur ekanligi, qanaqadir aniq bir qonunga bo'ysunish kerakligini, har xil oradan birovlar chiqib qolib hokimiyatga intilmasligi kerakligi aynan belgilab qo'yilganligi qadimdan shunga amal qilish kerakligiga urg'ularini ko'ramizda bu yerda. Shajara tarokimida juda bir muhim ma'lumot keltirilgan. O'shanda aytadiki, O'g'izxonga Ulug' Turk aytadi, 24 nabiraga men butun o'zi qo'l ostimizdagi yerlarni teng taqsimlab beraman deydi. 24 nabiraga teng taqsimlaydi. Va endi bu yerda eng muhim jihat shunaqaki, har bittasini o'zi qiladigan ishi bor, vazifasi bor va shunga ko'ra ular hukmronlik qiladigan joyni ramzi bor. Har bitta qushni ularni ramzi deb bergan Shajara tarokimida. 24 nabirani davlat boshqaruvidagi o'ziga xos ramzi bo'lgan.
ana shu ramzlarni ham Shajara tarokimada Abulg'ozi bitta sanagan. Va endi masalan biz aytishimiz mumkinki, demak O'g'izxonni o'sha bosh 3 o'g'li hukmronlik qilgan, uning avlodlari va keyingi 3 o'g'lidan tarqalgan o'sha nimalar hamma hududlarda tarqalib, teng taqsimlangan va ularni bugun masalan hozirgi nimalar ham ularni nima deydi, avlodlari bo'lishi tabiiy hol. G'aybul aka, yuqorida aynan O'g'izxonni Sovet ittifoqi davrida o'rganishga aynan o'sha davr mafkurasi yo'l qo'ymaganligini ta'kidlab o'tdingiz. Bugun O'g'izxon timsolini keng yoyishda tarixchilar, tilshunoslar, umuman filologlar oldida qanday muammolar bor? Endi agar O'g'iznomani o'rgansa va uni maktablarda o'qitsa, turkiylarda qanaqadir birlashish, qanaqadir tarixni qo'msash, ulug' davlatni qaytadan tiklash kayfiyati paydo bo'ladi degan bir hadiklar ham bo'lganda, shuning uchun uni birinchidan o'sha ezuvchi tabaqaning, boyagi boylar tabaqasining bir ekspluatator feodallarning bir mahsuli deb bizga tushuntirishgan. Endi biz mustaqillikka erishdik va mana 30 yildan ortiq vaqt o'tyapti. To'g'ri, Turkiyada bu O'g'izxonni o'rganish, O'g'iznomani o'rganish erkin edi. Bizda ham shu masala boshlandi. O'g'iznoma bilan O'g'iznoma yozilgan, o'sha Uyg'ur yozuvi edi, aslida qadimgi turk yozuvining bir turi. Mahmud Qoshg'ariy Uyg'ur yozuvi demaydi, turk yozuvi deb keltiradi o'sha. O'sha yozuvda yozilgan 14-15 asrlarga tegishli, mana Baxtiyor Istabekli tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan, tabdil qilingan variantini qarasangiz va eski tiliga qarasangiz, turkman, turk, Ozarbayjon tillaridan yo tatar tilidan ko'ra ham eng yaqin o'zbek va uyg'ur tiliga. Ayniqsa men shu darajada hisoblab ko'rdim. Oddiy maktab o'quvchisi ham tushunadigan, ya'ni u 90% dan oshyapti-da buni. 90% dan shunaqa faqatgina so'zlarni birozgina. Mana boya Marg'ubaxon ba'zi so'zlarni aytdi. Shu darajada hamma tinglovchilarimiz ham hozir ham chiqqan nashrlarni YouTube'da, internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan yozib ko'rsa O'g'iznoma chiqadi. Solishtirib ko'rsinlar. Shu darajada o'zbek tiliga yaqinda. Buning sababi nima? Bu birinchidan o'sha qadimdan o'sha Urxun Inasoy bitikdoshlarining tilini davom ettirayotganimiz. Keyin Qoraxoniylar davridagi Xoqoniya turkchasining davomi ekanligi o'zbekcha, uyg'urcha, qolgan turkiy tillar ham taalluqli, lekin bizda ko'proq. Demak, O'g'iznomaning tili, ayniqsa o'sha Uyg'ur yozuvidagi yozilgan nusxasida bizni tilimizga juda ham yaqinlikni ko'ramiz. Bu bilan biz aynan bizga tegishli deb urg'u bermasligimiz kerak. Butun turkiy xalqlarga tegishli, hammamiz uchun umumiy yalpi meros. Shunday deb qarashimiz kerak. O'g'iz bilan uning ichidagi masalan Dada Qo'rqut degan bir obraz ham bor, ularga yaqinlashib ketadi. Qozoqlar orasida masalan Qo'rqut ota kuyi saqlanib qolgan. Folklorida qirg'izlarning, boshqa qoraqalpoqlarning ham, ya'ni biz O'g'izxon butun turkiylar uchun ilk davlatchilikning boshlang'ichi, mayli doston shaklida bo'lsa ham deb qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda ham turkiylarni birlashtiradigan tomonlarga e'tibor berishimiz kerak-da. Faqatgina o'zimniki deb tortib olib yoki ularni qandaydir chetga surib qo'yib bizniki deb yondashish bizni yanglishuvga olib keladi. Bir tomondan, ilmiy tomondan ham to'g'ri emas, ikkinchi tomondan mana bugungi kunda geosiyosiy jarayonlarga ko'z tashlasak, turkiy davlatlar tashkiloti bor. Umuman turkiy xalqlarni birdamligi bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti, ulug' ishlar. Bularni yana ham ildizi chuqur ekanligini, asosi bor ekanligini ko'rsata olishimiz uchun bizning dostonlarimiz, tayyor dostonlarimiz bor. Shularning eng birinchilaridan biri O'g'iznoma. Shu jihatdan qaragandagina biz bir to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lamiz va ham ilmiy tomondan, ham amaliy tomondan foyda beradi. O'g'iznoma shunaqaki, mana Sovet davrida o'rganilishida biroz cheklanganliklar bo'lgan deb ustoz to'g'ri aytdilar, ta'kidladilar. Lekin bitta narsaga men e'tibor qaratmoqchi edim. Mana jadidlar o'sha xalqning milliyligi, o'sha erki ketayotgan bir paytda xalqni uyg'otish uchun masalan Hamzada O'g'iz dramasi bor. Mana biz asarlar ro'yxatini ko'rganda yoki Fitratni O'g'izxon dramasi. Lekin bu bizga fanga ma'lum emas bugun. U qayerga ketgan, ularning taqdiri qanday bo'lgan? Mana hozir adabiyotshunoslar oldida qanaqa muhim vazifalar, nima uchun endi jadidlar O'g'izxonga ehtiyoj sezdi? Bu savollarga bugun javob berish vaqti keldi nazarimda. O'sha uchun ham mana biz hozir tayanch doktorantlarga, magistrlarga shunaqa tadqiqotlarni beryapmizki, masalan, Hamzani arxivini ko'rish.
endi balkim uni qo'lyozmasi bordir, u faqat ro'yxatda turibdi, lekin u asar haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz. Demak, jadidlarni O'g'uzxonga murojaatini zamirida bir haqiqat bor. Chunki bir narsa borki, ular shunga murojaat qildi. Nega endi aynan shu paytda murojaat qildi? Demak, bugungi kunda ham men masalan yozuvchilardan hozir masalan Isajon Sultonni Bilga Xoqon haqidagi masalan asarlar yozayotganligi, bu aytayapmanki, o'sha turkiy xalqlarni o'sha tarixdan boshlab o'zligini anglashga qaratilayotgan bir nima ko'rinish sifatida aytish mumkin-da. Xuddi shunaqa endi jadidlar nega murojaat qildi va biz bugun O'g'uzxonni o'sha O'g'uznomani qanday o'rgatishimiz yoki o'qitishimiz kerak, u haqda nimalarni bilishga biz majburmiz masalan, yoki nimalar borki muammolarga biz yechim qilishimiz kerak, aniqlik kiritishimiz kerak. Albatta, men o'ylaymanki, keyingi kelajakda olib borilayotgan tadqiqotlar mana shu o'zlikni anglashga qaratilar ekan, albatta O'g'uznoma dostoni yangi bir milliy mafkuraviy, turkiy mafkuraviy nuqtai nazardan ham ilmiy jihatdan o'rganiladi. Rahmat Marg'ub opa, aynan sizni fikrlaringizni mantiqiy davomi sifatida savol bermoqchiman. Bugun o'zbek tarixchiligida O'g'uzxon faoliyatini o'rganish qanday kechyapti? Qardosh xalqlar bilan sohada hamkorlik yetarli darajadami? Mo'day Xoqon faoliyati bilan qaysi tarixchilar shug'ullanyapti? Shu borada Muzaffar aka, marhamat. Yuqorida ham ozgina to'xtalib o'tdik. Ozarbayjonlik tadqiqotchilar, Qozog'istonlik tadqiqotchilarimiz shu Ozarbayjonda Qilinja degan, Turkiyada Pala degan, Qozog'istonda Ayshegul Davletbayeva degan tadqiqotchilar tomonidan o'sha doston adabiy janr jihatidan, Ozarbayjonda o'sha etimologiyasi jihatidan tadqiqot olib borilyapti. Mana Turkmanistonda o'zlarini davlat ramziga aylantirgan deb aytdilar ustozimiz. Endi hamkorlikdagi ishlarimiz bevosita mana davlatimizni Turkiy kengashga a'zo bo'lgandan keyin ancha jonlana boshladi. Oldimizda turgan eng dolzarb masala ham mana shu tariximizga keng miqyosda yondashish deb o'ylayman. Bu oldimizda turgan yechimni kutayotgan masalada. Qisqa qilib aytaylik. Yoshlarimizni shunga jalb qilishimiz kerak, chunki biz masalan turkiy xalqlar ichida masalan Turkiyada, Ozarbayjon yoki Turkmanistonda masalan bo'layotgan xalqaro konferensiyalarning asosi o'sha umumturkiy masalalarga bag'ishlanyapti-da. Mana shundan men o'zim ishonch bilan ayta olaman. Masalan, har doim O'g'uzxon haqida yoki Alanqo haqida masalan maqola bersam, ular mamnuniyat bilan qabul qilganda bu narsani. Chunki ularda bizdan ko'ra qiziqish kattaroq bu mavzularga. Lekin bizda nimagadir buni afsona yoki bu eposga xos bo'lgan xususiyat, buning ichida mifologiya yotibdi, bo'lmagan narsalar bor degan qarash kuchliroqqa o'xshaydi nazarimda. Mana shu turkiy xalqlar birlashayotgan bir paytda ularni qiziqtirayotgan masalalarga ham bizni mutaxassislarimiz agar e'tibor qaratsa, yosh olimlarimiz ana shu mavzularda tadqiqot olib borsa, albatta yaxshi samaralarga erishish mumkin. O'g'uzxonni meniki emas, shu yosh avlodga bizniki degan tushunchani kengroq sindirishimiz kerak-da. Chunki o'sha ustozimiz aytib o'tdilar, barcha turkiy qavmlarga nom berib chiqyapti. Albatta. O'sha o'zida dastlab atrofida yurganlarga Uyg'ur, keyin o'sha Hindiston yurishida Qarluq yoki Slavyanlarga yurishida Qipchoq degan nomlar bevosita kelib chiqyaptilar. Bu bizni turkiy tarix, davlatchilik tariximiz boshlanish nuqtasi. Xohlasak ham, xohlamasak ham shunga borib taqaladi. Shuning uchun ma'lum bir millat tomonidan meniki emas, butun turk dunyosi tomonidan bizniki degan tushuncha eng to'g'risi bo'ladi men nazarimda. Albatta, mana yuqorida Qarluq va Qipchoqlarning kelib chiqishi aynan O'g'uzxon ularga nom berganligini ta'kidlab o'tdingiz. Lekin ana o'sha turkiylarning 3 ta yirik tarmog'i O'g'uz nomi, shu O'g'uzxon nomi bilan bog'liqligi, bunga sabab nima? Ya'ni o'sha Qarluq, Qipchoq va O'g'uz. Endi aslida qarang, O'g'uz so'zining negizida yana bir boshqa bir ilmiy qarash bor. Unga ko'ra o'q degani qabila urug' degani ma'no biladi. Ya'ni familiyalar, qanaqadir yirik oilalar. O'g'uz degani qadimgi turkchada z ko'plik ham yasagan. Masalan, b so'zidan ben yoki s so'zidan sen yasalib, birlik yasalgan bo'lsa, ko'plikda bdan biz, sidan siz yasaldi. Shunday o'qdan o'qiz, O'g'uz deb yasaldi. Qabilalar, urug'lar degani. Ya'ni bu qabila o'sha O'g'uzxon nomi bilan bog'liq emas demoqchisiz. Ya'ni butun O'g'uzxon, butun turkiylarni, butun qabila elatlarini, urug'larni birlashtirgan inson bo'lgani uchun u qabilalar boshi degan ma'noda O'g'uz bo'ldi degan ham bir qarash bor.
shunday deb qaraydigan bo'lsak, endi bizni birlikka yetaklaydigan tomonlarini mana shu O'g'iz timsolida ayta olamizda. Endi o'zbek tarixshunosligini olib qaraylik. Boya ham shu savol bo'ldi, qay darajada qaraladi? To'g'ri, kamchilik, tanqid baribir kelajak mevasi. Biz ko'proq mana keyingi 30 yil davomida ko'proq Avestoga ko'p urg'u berdik, Zardushtga urg'u berdik va biz o'troq bo'lganmiz. Turkiylar ko'pchilik ko'chmanchi bo'lsa, biz o'troqmiz. Bizni negizimizda bir qancha nimalar aralashma yotadi. Bizning tariximiz bu yoqdan boshlanadi deb qolgan turkiy qardoshlardan ajratib qarashimiz haligacha mana shu O'g'iznamani ham o'rganishimizga xalaqit beryapti, to'siq bo'lyapti bir ma'noda. Ko'pchilik yirik olimlarimiz, professor, akademiklarimiz O'g'iznamaga umuman e'tibor berganini yoki biror joyda tilga olib ketganini ko'rganim yo'q-da. Ayrimlarni istisno. Shundaymi? Mana Marg'ubaxonni o'zi ham duch kelgan bo'lishi kerak. Izlanishlar olib boradi. Shu tomondan yurak achiydi-da, baribir biz modomiki agar biz turkiy xalqlar ekanmiz, negizimiz, davlatchiligimiz bir ekan, bizni birlashtirishga chorlaydigan O'g'iznomamiz bor ekan, nega undan biz ko'z yumishimiz kerak? Mana shunda qarama-qarshiliklar bor. Buni bir yo'lga solib, shundagina bizning birdamligimizni, tariximiz, haqqoniy tariximizni yaratish imkoni bo'ladi. Albatta, men fikrlaringizga qo'shilaman. Akademik Azizxon Po'latovich menga shu tarixiy mavzudagi asarlarni adabiyotga qo'shgan hissasini, umuman adabiy tomonini siz o'rganishingiz kerak, chunki bizni adabiyotdagi eng katta boyliklarimiz shu tarixiy asarlarning ichida turibdi deb domla ko'p ta'kidlardilar. Rahmatli ustozimiz o'sha uchun ham o'sha 1971-yilda o'sha Biruniy garchi tarixchi, biz nima deydi, etnograf olim sifatida talqin qilgan bo'lsak, domla Biruniy va adabiyot degan kitob yozuvdilar. Monografiya yozuvdilar, chunki Biruniyni o'sha adabiyot sohasida qilgan ishlarini, xuddi shunday o'sha tarixiy asarlarning ichida ham o'sha bizni adabiyotimizga tegishli bo'lgan mana shu O'g'iznomani ichida ham, O'g'iznoma eposlari, umuman shajaralarni ichida ham unga tegishli juda muhim ma'lumotlar bor-da. Bularni o'rganish kerak. Men Abulg'ozi Bahodirxonni hayoti va faoliyati, umuman asarlarini, qo'lyozma manbalarini o'rganayotgan paytimda shunga duch keldimki, o'z davrida Shajara Tarokima O'g'iznoma nomi bilan mashhur bo'lgan ekan. Boyagi savolingizga qo'shimcha o'laroq shuni aytish mumkinki, nega aynan Qarluq, Qipchoq tilli turkiylarda emas, o'sha O'g'iz lahjasida so'zlashuvchi xalqlar orasida O'g'iznoma, O'g'iz bilan bog'liq rivoyatlar kengroq yoyilgan dedingiz. Aslida unday emas. Aynan Qarluq tillilarda ham, Qipchoq tillilarda ham O'g'izxon shaxsi bilan bog'liq ko'plab rivoyatlar yetib kelgan. Endi O'g'izlar, turkiylarning ichida O'g'izlar ko'proq g'arbga ketdi, Yaqin Sharqqa ketdi, Sharqiy Yevropaga ketdi, Anadoluga ketdi, Kichik Osiyoga. Bu dostonni o'zlari bilan olib ketib, o'zlarining o'sha jangovorligini, dovyurakligini saqlab qolish uchun, yosh avlodni tarbiyalash uchun bu tomonga ko'proq urg'u berdi. Baxshlari ko'yladi, uni doston qilib, kitoblar qayta ko'chirildi. Shuning evaziga ularda ko'proqday tarqalganda ko'rinadi. Qizig'i shundaki, 3 ta turkiylarning yirik tarmog'ini birlashtirgan o'zbeklar bilan adabiy tilimiz Qarluqcha, katta bir qismimiz Qipchoqcha lahjada so'zlashamiz. O'g'iz lahjasida ham anchagina so'zlashadigan yurtdoshlarimiz, eldoshlarimiz bor. Shularni uchalasini ham birlashtirib qaraydigan bo'lsak, O'g'izxon bilan bog'liq tomonlarni ham ko'proq o'zida saqlagan, ham o'rganishi kerak bo'lgan, hattoki o'rganish vazifasi ko'proq tushadigan xalq o'zbeklarda. Shu tomondan olib qaraydigan bo'lsak, hali biz boshlang'ichida turibmiz. O'g'iznomani o'rganishning, O'g'izxon shaxsini o'rganishning. Rahmat G'aybulla aka, bir savol tug'ildi. Jahon hamjamiyati O'g'izxon haqida bugun qanday fikrda? Zahroxon, marhamat. Butun dunyo bo'yicha O'g'izxon, O'g'iznomaga qiziqish avj olib bormoqda. Ayniqsa Ozarbayjon, Turkiya hududlarida ko'proq tarqalgan, tan olishimiz kerak. U yerlarda biznikidan ko'proq tadqiqotlar va O'g'izxonga bo'lgan qiziqish ham biz hududdagidan ko'proq. Hatto bolalariga O'g'iz degan nom berishadi. Bizda hattoki yoshlar O'g'izxon kim ekanligini, bu O'g'iz tilmi degan savol berishadi. Shuni avvalambor ommaga havola qilish uchun Jahon hamjamiyatida UNESCOga O'g'iznoma kiritildi. Hozirda badiiy adabiyotda, ya'ni yangi
adabiyotda ham O'g'uzxonga bog'liq asarlar yaratilgan. Masalan, Turg'un Hamidning O'g'uzxonning so'nggi qurultoyi degan qissasi yaratildi. U yerdagi voqealarni shunday chiroyli qilib yoshlarga yetkazib berish uchun hujjatli filmlar yoki badiiy filmlar yaratish kerak, hattoki multfilmlar ham yaratsa bo'ladigan tomonlari borda. O'sha bahodirlikni, qo'rqmaslikni, alplikni targ'ib qiladigan tomonlari bor. Bolalar jasur bo'lib o'sishini, o'ktam yigit bo'lib o'sishini, bu qizlarimiz bilan bog'liq syujetlar ham bor. Bularni ham chiroyli qilib ko'rsatib bera olishimiz kerak. Qarang, Yunonlarning qancha qadimiy afsonalarni chiroyli nimalar qilib dunyo bo'ylab tarqalib ketdi. O'sha bugungi kunda virtual olamda yashayapmiz deyilyapti-ku, o'shaning uchun ya'ni biz boshqa xalqlardan, boshqa yurtlardan qidirib yurishimiz keragi yo'q. Aynan o'zimizda turibdi. Shunaqa buyuk dostonlarga ega bo'lmagan xalqlar qancha? Qo'ni qo'shnilarimiz orasida ham hattoki. Turkiylarda to'g'ri Alpomish bor, Guruğli bor, Manas bor. Endi bularning barchasining boshi baribir O'g'uzxonda. Shuning uchun buni birgalikda ham san'atkorlarimiz, ham o'sha kino sohasida ishlovchi mutaxassislar, adabiyotchilar, tarixchilar bir yoqadan bosh chiqarib o'rgansa va buni O'zbekiston olimlari boshlab bersa, ziyoli oydinlarimiz, bu bir tomondan biz uchun yutuq bo'ladi, ikkinchi tomondan buyuk bir ish bo'ladi-da, savob ish bo'ladi. Hozir ustoz bir gaplaridan men nima xotiramga keldi. Abulg'ozi Shajara tarokimi asarida mana shu O'g'uzxonni 24 nabirasi bilan birga aynan davlatda hukmronlik qilgan, alp bo'lgan O'g'iz avlodidan yetishib chiqqan ayollar haqida ham ma'lumot berilganda. Ayollar haqida ham, demak o'sha turkiylarning azaldan ayollari o'sha nima deydi, oilani muqaddas bilagan, o'sha janglarga hattoki chiqa oladigan, o'zini qo'rg'onni himoya qila oladigan, davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu degani o'sha O'g'uzxondan tarqagan 24 avlodni vakillari faqat erkak kishilar emas, balki ayol alplar borligi ham o'sha Shajara tarokimadagi berilgan ma'lumot asosida bir haqiqatga o'xshaydi-da. Endi bularni o'rganish kerak. Masalan, biz ko'pincha aytamiz, mana turkiy xalqlarda mutasavvif ayollar deymiz, masalan, dinga ixlos qo'ygan, oila tarbiyasida masalan o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Amir Temur bibi xonim munosabatlarini ko'p e'tirof etamiz. Lekin O'g'uzxon bilan bog'liq bo'lgan, O'g'uzxon avlodidan yetishib chiqqan alp xotinlar haqidagi nima deydi, ilmiy tadqiqotlar ham agar yuzaga kelsa, bu juda yaxshi ish bo'lardi. Marg'ub opa, maktab adabiyot darsliklarida kun tug'mish, Ravshan, Alpomish dostonlarini ko'ramizda, bu baribir o'sib kelayotgan o'sha yosh avlodda dostonchilik, umuman bizning o'sha qahramonlarimiz haqidagi ilk tushunchalarni beradi. Balki O'g'iznoma, O'g'iz haqida ham, O'g'izxon haqida ham balkim dostonlar kiritilishi kerakdir. Albatta, endi hozir mana biz bilamizki, o'sha ta'lim markazi tomonidan doimiy ravishda o'sha darsliklar qayta ishlanib, takomillashtirib borilyapti. Ayniqsa umumta'lim maktablarini o'sha boshlang'ich sinfdan tortib eng yuqori sinflargacha bo'lgan adabiyotlari qaytadan ishlanyapti va ana shu adabiyot darsliklarining mualliflari asosan bizning universitetimizda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilar tashkil qiladi mualliflar jamoasini. Va biz mana shu men faoliyatdan xabardor bo'lganim uchun aytamanki, mana shu demak bugun millatni bolasiga nimani o'qitish kerak va nimani o'rgatish kerak. Ana shu eng muhim masala bo'lib qoldi-da hozir. Buni endi birdaniga yechib bo'lmaydi, bosqichma-bosqich, etapma-etap bu muammolarni hal qilishga e'tibor qaratilyapti. To'g'ri, biz masalan har qanday o'sha adabiyot darsligi bu folklordan, xalq og'zaki ijodidan boshlanadi. Biz masalan Rustamxon dostoni yoki bo'lmasam Ravshan dostoni yoki Alpomish yoki Guruğli dostonlaridan parchalarni berib boryapmiz. Balkim o'sha turkiylarning bosh hukmdori va davlat boshqaruv siyosati bilan bog'liq bo'lgan jihatlar, O'g'izxondan olish kerak bo'lgan ibratli bir didaktik anaqa xususiyatlarni, ahamiyatli jihatlarni oladigan tomonlariga e'tibor qaratib, buni ham masalan berish mumkin. Hech qanaqa buni bermaslik kerak degan bir taqiq yo'q bunda, chunki dostonni o'zi bu o'sha tariximizni shunday ko'zgu qilib ko'rsatib turibdi-da, bu eposni o'zi. Demak, o'sha xalq dostonlari umumta'lim maktablari darsligiga kiritilayotgan ekan, albatta O'g'iznomani o'sha kiritish
mumkin. Buni hech qanday taqiq qo'yadigan bir jihati yo'q, chunki bizni turkiy xalqlar tarixini, masalan, faqatgina bizni turkiy xalqlar ichida o'zbekni emas, balki boshqa turkiy xalqni tanishga yordam beradi. Masalan, O'g'iznomadagi shunaqa syujetlar borki, ustozimiz aytayaptiki, masalan, multfilm yaratish kerak. Nima O'g'iznoma dostoni eposi shunday kichik syujetlardan iboratki, ixchamginada uni shunday bir multiplikatsion bir film qilib yaratsa ham, masalan, yosh o'quvchi unga qiziqadi. Chunki hozir raqamli texnologiya, sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan nimalar rivojlanib ketyapti. O'quvchini qo'lida telefon bor, masalan, yoki uni uyida kompyuteri bor. Bemalol uni masalan o'sha sun'iy intellekt orqali ham turli xil O'g'izxon obrazini, uning qiyofasini, u bilan bog'liq bo'lgan kichik syujetlarni QR-kod orqali darsliklarga ham kiritish imkoniyati bor. Albatta bu mutaxassislar buni o'ylab ko'rsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat. Kelinglar endi ustozlar xulosaviy fikrlarga o'tsak. Bugun Moda Xoqon va O'g'izxon haqida suhbatlashdik. Mavzu doirasida xulosaviy fikrlaringiz. Menda o'sha Modi yoki Modun bu Bahodur va uning ko'plab harakatlari, faoliyatlari O'g'izxonga o'xshab ketadi. Va bizning tariximizning bir 2,5 ming yilga yaqin bir davrini qamrab oladi. Shunday bir shonli, shunday bir uzoq o'tmishimiz bor ekan, buning hujjati bor ekan, doston bo'ladimi, yozma manba bo'ladimi? Bor. Mana shu manbani unumli foydalana olishimiz kerak shu manbadan. Boya aytib o'tganimizdek, bu bo'yicha ko'plab hujjatli filmlar, badiiy asarlar, multfilmlar, boshqa ishlar ham ezgu ishlarni amalga oshirishimiz bizning vazifamiz, yumushimiz bo'ladi. Turkiy xalqlarni birlashamiz deb birdamlikka intilayotgan paytda bu asarni qayta nashr qilish, turli tillarda talqin qilish bizning dolzarb vazifamizga aylanishi kerak. Marhamat Zahro. O'g'izxon va u bilan bog'liq bo'lgan rivoyatlarni, afsonalarni o'rganish suhbatdan so'ng har birimizning burchimiz ekanligini angladim. Chunki uning davlatchilik siyosati, adolati, uning xalqlarga, millatlarga nom berishi kabi bir qancha siyosatlari uning nechog'lik kerak ekanligini, O'rta Osiyo tarix adabiyotlarida uning sulolasini O'g'izxon bilan boshlanganligini ham, uning naqadar bir o'rganish kerak bo'lgan siymo ekanligini angladim va yosh tadqiqotchi sifatida o'z oldimga ham shunday maqsadlarni qo'ydim. Rahmat. Marhamat ustoz. Endi O'g'izxon va O'g'iznoma eposi dostoni, u haqidagi syujetlar haqida xulosa qiladigan bo'lsak, mana bugungi muhokamada o'sha fikrlardan xulosa qilib aytish mumkinki, demak, turkiy xalqlar, turkiy dunyo birlashayotgan bir paytda bizda mavjud bo'lmagan, O'g'izxon bilan bog'liq bo'lgan manbalar boshqa turkiy qardoshlarimizni muzeylarida, ilmiy tadqiqot markazlarida saqlanib turibdi. Demak, bizni birlashayotgan bir paytimizda o'zimizda bor mavjud manbalarni turkiy xalqlarni hammasi birgalikda bir umum uyushma sifatida bir faoliyat olib borsak, albatta O'g'izxon shaxsini aniqlashga juda ko'p yangiliklar kiritiladi va O'g'iznoma eposini o'sha asrlar davomida yashab kelayotgan qadriyatli bir jihatlarini kelajak avlodimizga yetkazish imkoniyati tug'iladi deb hisoblayman. Rahmat. Marhamat ustoz. Qaysidir bir tariximizga begonadek qaramasligimiz ham kerakda. O'sha yuqorida ham aytdimku, umumiy bizniki degan tushuncha. O'shani yosh avlodimizdan keksa avlodimizgacha singdirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mana boshqa xalqlar tarixiga qaraydigan bo'lsak, qadimiy yozuvlarni ham saqlab qo'yganda. Kavkaz orti xalqi, armanlar, gruzinlar deymizmi, yoki mana Xitoy. Turk dunyosini bitta kamchiligi o'sha runiy yozuvlarimizni unutganmiz-da biz. Mana shu bizni qadimiy tariximizni uzib qo'ydi desak ham ancha haqiqatga to'g'ri bo'lardi. Endi hozir to'g'ri ishlar olib borilyapti. Mana o'rtalik turkiy yozuv deyapmiz. Mana shu runiy yozuvlarimizni asosida ham bir yangi yozuv joriy qilsak maqsadga muvofiq bo'larmidi? Buni yosh avlodga o'rgatsak, o'sha qaysidir begona manbalar orqali emas, to'g'ridan to'g'ri o'zimizni qadimiy tariximizni o'rgangan bo'lardik. Mana shunaqangi takliflar ham bor. Rahmat qadrli ustozlar. Bugun haqiqatan ham dolzarb mavzuda suhbatlashdik. Bugungi ishtirokingiz, qimmatli ma'lumotlar uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Yana shu kabi mavzularda suhbatlashib qolamiz. Yana bir bor studiyamizda xush bo'ling.
Qadrli teletomoshabinlar, tarix maydonida tarix haqiqatlarini sizlar bilan birgalikda, mutaxassis olimlarimiz bilan birgalikda ochishda davom etamiz. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, omon bo'ling.